28-dekabrdagi navbatdagi naborlarimizni sizlarga bir qator ko'rsatishda davom etamiz akalar. Akamiz Farg'onadan turib zakaz qildi. O'zi Amerikada ishlaydi ekan. Dadasiga podarka qilmoqchi ekan. Bu naborimizni Xudo xolasa premium kачествоda qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berganmiz. Boltalari 2 kilo 800 gram bo'ladi. Xo'p, bu naborimiz ustilariga ham yozib berganmiz idishlariga Ravshanbek deb dadasining ismlarini. Xo'p, bu tarafda Hostop naborimiz bor akalar. 2 million so'm sotilgan. Hozirgi narxi 1 million 700 ming so'm. Xarid qilib qolinglar. Bu tarafda dacha naborimiz bor. 10 ta shixlisi. Boltasi 1 kilo 400 lik. Bu ham 2 million so'm sotilgan. 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. И 150 dollarga akalar shu naborimizdan cheklanmagan miqdorda bor. 120 dollarligi ham bor. 200 dollargacha cheklanmagan miqdorda naborlarimiz наличиеda bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bosinglar.